Bugun infarkt va insult butun dunyoda katta tahdidga aylanmoqda. Shu sababli Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan insult global epidemiya sifatida e'lon qilingan bo'lib, unga qarshi qator chora-tadbirlar ko'rilyapti. Jumladan bizda ham ushbu masalaga alohida e'tibor qaratilayotganini aytish zarur. Xususan, prezidentimizning joriy yil 20-yanvardagi o'tkir yurak, qon tomir va serebrovaskulyar kasalliklarning oldini olish chora-tadbirlarini takomillashtirish to'g'risidagi qarori bilan tegishli milliy dastur qabul qilindi. Ushbu dasturni dastlab Toshkent shahri va Samarqand viloyatiga tatbiq etish belgilangan bo'lib, bu boradagi ishlar boshlab yuborildi. Buni nufuzli Angels Initiative xalqaro tashkiloti tomonidan poytaxtlik bir guruh tor soha mutaxassislari uchun Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazida malaka oshirish o'quv kurslari o'tkazilgani misolida ham ko'rish mumkin. Bu anjumanimizning asosiy maqsad bu reperfuziya terapiyasini, ya'ni bu birinchi soatlarda insultga tez tibbiy va malakali yordam ko'rsatish masalalari ko'rib chiqyapti. Bilamiz, insult bu nogironlikka olib keladigan kasallik va insult juda vaqtga bog'liq kasallik. Qanchalik tez mahalliy mutaxassislarimiz tez tibbiy yordam ko'rsatsa, shuncha nogironlik soni kamayadi. Infarkt va insultning oqibatlarini kamaytirishda birlamchi tibbiy xizmatning ahamiyati beqiyos. Shu bois yuqorida nomi keltirilgan hujjatda tunu kun ishlaydigan infarkt insult brigadalarini tuzish hamda tibbiyot xodimlarining bilim va malakasini oshirish ko'zda tutilgan. Bu anjuman doirasida demak 15 dan ortiq ma'ruzalar, nevrologlar, radiologlar, intervension kardiologlar va reanimatologlar uchun kerakli bo'lgan ma'ruzalar, o'tkir ishemik insultni davolash, tartib qoidalari va ularni reabilitatsiyalari bo'yicha amaliy ma'ruzalar amalga oshirilmoqda va mahorat darslari simulятsion markazda mahorat darslari amalga oshirilyapti. O'quv mashg'uloti Respublika tez tibbiy yordam markazining Toshkent shahar filialida ham davom ettirildi. Mazkur qarorga muvofiq infarkt va insultga qarshi kurash milliy dasturi tasdiqlandi va ushbu dastur dastlab Toshkent shahar va Samarqand viloyatlarida joriy etilishi belgilangan. Shu munosabat bilan bugun Respublika tez tibbiy yordam markazi Toshkent shahar filialida Angels Initiative global tashabbusi tashkiloti bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan o'quv dasturlari asosida tez tibbiy yordam brigadalari shifokori va feldsherlari uchun trening o'tkazilmoqda. Ushbu treninglar joriy yilning 21 fevral kuni Respublika tez tibbiy yordam markazi Samarqand viloyat filiali vakillari uchun ham o'tkazilishi rejalashtirilgan. Master-klass davomida tibbiyot xodimlari qanday bilimlarga ega bo'ldi va bu ularning bundan keyingi faoliyatida qanchalik ta'sir qiladi? Bugungi o'rganayotgan ko'nikmalarimiz, bilimlarimiz kelajakda aholiga tez tibbiy yordam sifatini samaradorligini oshirishda xizmat qiladi. Sal ilgari aytib o'tilganidek, milliy dastur dastlab Toshkent shahri va Samarqand viloyatida amaliyotga kiritiladi. Shu bois o'quv mashg'ulotini poytaxtdan keyin Samarqandda davom ettirish rejalashtirilgan. Umuman yurtimizda infarkt va insultning oqibatlarini kamaytirish bilan bog'liq sa'y-harakatlar yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Bu intilishlar yaqin istiqbolda o'z samarasini berib, infarkt va insultga doir ko'rsatkich yanada yaxshilanishiga ishonamiz.